Şəms surəsi Məkkədə nazil bolğan. Cəmi 15 ayət. Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. Quyosh və onun nuru bilan qasamki, quyoshga ergashgan chog'diki ay bilan qasamki, quyoshni oshkora qilgan kunduz bilan qasamki, quyoshni yoshirgan chog'diki kechi bilan qasamki, osmon bilan və onu bina qılğan zat bilan qasamki, zimin bilan və onu bina qılğan zat bilan qasamki, nəfs bilan və onu chiroyli qilib yaratgan, uningga yaxshi yomonlikni bildirgan zat bilan qasamki, nəfsni pok qilgan odam cho'qim murodiga yetidi. Nəfsini kufri və pisqi fujur bilan kamsitgan odam cho'qim noumid bo'ladi. Samud haddidan oshganligi uchun payg'ambarni inkor qildi. Ayni zamonda Samudning eng badbaxt odami mo'jiza bo'lib kelgan to'gini o'ltirishga oldirdi. Ularga Allohning payg'ambari, ya'ni Salih alayhissalom, Allohning to'gisiga cheqilmanglar, uni suv ichishdan to'smanglar dedi. Ular payg'ambarni, ya'ni Salih alayhissalomni yolg'onchi qildi, to'gini o'ltirdi. Gunohi tufaylidan Allah ularni taltüks halok qildi, umumyuzlik halok qildi. Allah uning, ya'ni ularni halok qilganlikning oqibatidan qo'rqmaydi.